Salom nomerajilar, sizlar bilan Aybxonbon. Bugun biz sizlar bilan internetda portlatayotgan ajoyib shov-shuvlarni muhokama qilamiz. Asosan Odilxon va Toktarni jangiga tegishli ularni hozir konflikti bo'lib o'tmoqda. Odilxon bugun demak o'z sahifasiga, Instagram sahifasiga demak mana bunaqa video qo'ydi. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zimga yetib qoldi. Chunki mantrashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Ular Octagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda Sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda axranalar ham chekka tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo bu yoqda turib gazovat qildi?" Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yopib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranitsga vizit tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin-na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Zachim esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtimni boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan to'g'risi. Hammasini po faktu o'qib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyasida Hasan F bor, Hojak Baraka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Octagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi to'g'risi men hayronman. Mana shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda qolaversa o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalar qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlardim. Telegramda 10 million so'm bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Havoladan o'tamiz Telegramimga va 10 million so'mga ega bo'lamiz. Aybxon promo kodini yozib. Boshqalar sovg'a qilyapti. Siz ham qilib qoling. Omad tilayman. Ushbu videoda eshitganingizdek, Octagon Liga unga xavfsizligini ta'minlab bermagan va Toktar bilan ular yuzma-yuz ko'rishganda qanaqadir umuman odamlar unga zarba berib, nimaga sen har xil gap so'zlar qilyapsan deb unga pretenziya qilishgan. O'zbek jangchilari mana shu kunlarda Qozog'istonga ketishganda press konferensiyalarga va mana shu joyda adashmasam qanaqadir muammolar paydo bo'ldi Odilxon va Toktar o'rtasida. Odilxon shuningdek Toktarni uyiga borib uni chaqirdi. Juda ham ko'p mana videolarini ko'rishingiz mumkin. Toktar it suka, prosta itsan. Qozog'istonda men uyingdaman. Qayerdasan? Bir o'zim kelganman. Yonimda hech kim yo'q. Bir o'zimman. Men bilan bo'ydan qochib Kamil bilan ushdi. 11-mayga liga bermoqchi bo'lsa qochib o'tsan. Lekin tiqib qolishni bilasan suka. Nujeli sen o'zinglar, o'zing yurtingdagilar gapirmaydi, ozgina mujik bo'lganmi? Itsan prosta. Shama berdim. Bilmadimmi, menimcha ancha-munchasiga emasda bir o'zi kirib borish, bir o'zi boshqa davlatga mana shular orasiga, raqiblar orasiga kirib borish. Betingga siyaman zo'ringda. Olmaotada men buni O'zbekistondan kelib, mana Olmaotada mana senlarga gapiryapsan, itlarga o'sha menga tashab qolgan cho'tlarga kelish mana. Mana lichkam ham ochiq, nomerim ham ochiq, hamma narsa ochiq. Yoz, men lokatsiyani tashiyman, kelaring itlar. O'zi aslida promotionlarda eng asosiy narsa o'zi xavfsizlik hisoblanadi, chunki albatta agar u yerda bir nimalar bo'ladigan bo'lsa, qonunga to'g'ri kelmaydigan. Albatta promotion javob berishga to'g'ri keladi. Bu yerda Odilxon gap bo'lishi mumkin emas, to'g'ri. Haqiqatda xavfsizlikni
himoya qilish kerak. Endi Odilxonni To'xtarga bo'lgan murojaatlariga keladigan bo'lsak, ularni haqiqatda yakunlanmagan konflikti bor va men o'ylaymanki, buni yakunlashi kerak. Lekin Odilxon MMA nimagadir Octagon ligadan chiqib ketmoqchi. Mana shu storieslarida, ijtimoiy tarmoqlarda mana shuni demak ma'lum qilgan. Nimadim, men shu Octagon ligi uchun borimni berdim-da, jonimni berdim. O'zim xohlamagan narsalarni ham chiqarish kerak deb. Biz o'sha обращенияларni chiqaramiz. Keyin bu yoqda kim piarchi, Odilxon piarchi. Kim yomon, Odilxon yomon. Hammaga yomon ko'rinib, men shu ligani obro'sini ko'tardik-da. Men boshqa ligaga o'taman, xudo xolasa. Men o'sha yerda shunaqa gullataman. Octagon degan to'pga olib chiqqan odam, xudo xolasa, boshqa joyda ham mana shunaqa ko'taramiz, xudo xolasa. Sabr. Время покажет. To'g'risi, Odilxonga men maslahat bergan bo'lardim, To'xtar bilan jangni o'tkazib, 3-jangni. Mana shu konfliktga nuqta qo'yib, yutib To'xtarni aniq 100% yutishga uverin bo'lib, mashg'ulotlar o'tkazib, yutib, nuqta qo'yib, kamarni olib, bu ligadan chiqib ketishni maslahat bergan bo'lardim. Mana shunda Odilxon haqiqatda katta foyda bilan umuman olganda o'zini ismini oqlab chiqib ketgan deb hisoblasak bo'ladi. Hozir qanaqadir emotsiyada, asab o'ynaganda bunaqa qarorlar qilish noto'g'ri deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta, promotionning muammolari bor, bularni hal qilish kerak. Bunaqangi prosta tak qarab turish kerak emas. No bir tomonlama tugamagan konflikt bor, buni tugatish kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda fikringizni albatta kutaman. Yoki bir tomonlama o'ylanib qoldim, nahotki bu ham jangdan oldin, 3-jangdan oldin PR bo'lsa, ya'ni hype bo'lsa deb o'ylantirib ham qo'ydi. Balkim bo'lishi mumkin, chunki jangdan oldin mana shunaqa konfliktlar kerak. Ayniqsa Octagon ligasi mana shunaqa konfliktlar orqali ko'tarilgan. Shuningdek, Odilxon qanaqadir ajoyib videoni bizga va'da qilgan, o'z ijtimoiy tarmoqlariga joylashini kutamiz. Birinchi bo'lib mana shu kanaldan xudo xolisa eshitasizlar, mana shu xabarlarni qanaqa videolar tayyorlagan ko'ramiz va o'ylaymizki, mana shu hamma janjallar Octagonning ichida tugaydi. Va sizlar bilan esa Ayubxon bo'ldi, har doimgidek. O'ylaymanki sizlarga yoqdi. Yoqqan bo'lsa, nima qilishni o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Like va kommentariy. Hammalarga omad.